Mana shu 7 sotuvli uchastkamizning narxini 90 ming desam ishonasizlarmi? Bu hovlimiz Zangiota tumani Nazarbek Turkistonda joylashgan. 7 sotuv zahvatlari bilan 8 sotuvga boradi, fasad razmerlari 20 metr. Oshxona, sanuzel, podvollardan tashqari 4 ta xona. Remontlar yaxshi holatda, katta uchastkada yashaydiganlar kelib mazza qilib yashasanglar bo'ladi. Videoni kimga jo'natib qo'yishni o'zingizlar bilasizlar. Kommunikatsiyalari, suv, svet, gazdan muammo yo'q, infratuzilmalari, do'kon, katta yo'lga ham yaqin masofada joylashgan, poliklinika, masjid, maktab. 90 ming so'rashyapti, narxiga vaqti stoyt, lekin aniq lokatsiyasi har doimgidek Telegram kanalimizda bo'ladi. Bizdan uzoqlashmanglar. Shunaqa zo'r variantlarni birinchi o'qib ko'rasizlar. Solishtirib ko'ringlar, shahardan 3-4 xonali kvartira olgan yaxshimi yoki mana shu bahaybat uchurvilli uchastkamizni olgan yaxshimi? Bu uchastkamiz Toshkent tumani Mehnat Qizg'aldoq mahallasida joylashgan. 2 sotuvga qurilgan, dokumentlari joyida, 3 urvindan iborat, ya'ni 3 etashkali. Katta hol, oshxonasidan tashqari 70% li podvollardan tashqari 6 ta xona, 5 ta sanuzel. Videoni mana shunaqa katta, yangi uchastkalar xolab yurgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Kommunikatsiyalari, suv, svet, gaz, kanalizatsiyadan muammo yo'q, infratuzilmalari, milliy taomlar, do'konlar, maktab, bog'cha, to'yxona, korzinka yaqin masofada joylashgan. 104.900 so'rashyapti, kelishtirib beriladi. Aniq lokatsiyasi har doimgidek Telegram kanalimizda bo'ladi. Bizdan uzoqlashmanglar. Bitta narsaga kelishib olamiz. Lokatsiyasi, narxi yoqsa sotib olasizlar, maylimi? Talashib ketish yo'q. Bu kvartiramiz Olmazor tumanining yuragida, Allon chorrahasida, Akfamed layni shunday ro'parasida joylashgan. 109 kvadrat maydonga ega, mana shu katta oshxonasi, balkonlari, 2 ta balkoni bor ekan. Balkonlardan tashqari 4 ta xona, sanuzellari ham razdenniy. Videoni zo'r lokatsiyadan katta kvartira qidirib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Lokatsiya bomba, atrofda Beruniy metro, Akfamed line, Asr to'yxonasi, fast foodlar, do'konlar, korzinkalar, hamma narsa yaqin masofada joylashgan. Har bir kvadrat metrini $900 so'rashyapti. Aniq lokatsiyasi Telegram kanalimizda bo'ladi. Bunaqa kvartiralar kamdan kam uchraydi. Bu lokatsiyadan shoshilib qolinglar. $20 ming ga tayyor do'kon sotiladi. Manzil Ibn Sino Stroymart, Beltepa Pajarkada joylashgan. Ko'rmagan odam bo'lmasa kerak, to'g'rimi? High-tech masjid qaranglar, chiroyliligini, baribir bitta bozor oldida bitta masjid bo'ladi-yu, to'g'rimi? Ikkinchi etajda joylashgan E-blok 180-do'kon. 17 kvadrat, 20 ming so'rashyapti. Telefon qilsanglar yana ozgina kelishtirib beriladi. Aniq lokatsiyasi har doimgidek Telegram kanalimizda bo'ladi. Bizdan uzoqlashmanglar. Kvadrat metri 1000 dan kvartira topib qo'ydim. Algoritm 31-kvartaldan. 9 qavatli binoni 4-etajda joylashgan, 71 kvadrat. Oshxona, balkonlardan tashqari 3 ta xona, sanuzellari ham alohida. Hamma mebel texnikalari qoladi. Kir mashina, gaz plita, xolodilnik, konditsioner, televizor, hamma narsasi bor. Atrofda Abusaxiy bozori, O'rizor bozori, poliklinika, maktab, bog'cha, do'konlar yaqin masofada joylashgan. Videoni 3 xonali kvartira qidirib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. 71 ming so'rashyapti. Telefon qilsanglar yana ozgina kelishtirib beriladi. Aniq lokatsiyasi har doimgidek Telegram kanalimizda bo'ladi. Bizdan uzoqlashmanglar. Mirobod tumanidan Mirobod bozori shundoq ro'parasdan kvartira so'raganlar bormidi? Mebel texnikalari bilan sizlarga topib qo'ydim. Shundoq kirasizlar, yashaysizlar. 86 kvadrat maydonga ega, oshxona, balkonlardan tashqari 3 ta xona, 2 ta sanuzel. 3-qavatda joylashgan, mana Mirobod bozorini shundoq ro'parasida joylashgan. Videoni mana shunaqa yaxshi lokatsiyadan kvartira qidirib yurganlarga jo'natib qo'ying. Atrofda Mirobod bozori, Korzinka, Makro, yangi qurilayotgan Mirobod Square, Oybek metro, maktab, bog'cha, yashash uchun kerak bo'lgan hamma narsa bor. 139 ming so'rashyapti. Mebel texnikalari, hamma narsalar qolar ekan. Aniq lokatsiyasi Telegram kanalimizda bo'ladi. Bizdan uzoqlashmanglar.